Bu qarang, sizga mana shu mebellari bilan kelib yashaysiz-ku, hamma yo'g'i tayyor. Shuni kelib yashashingiz mumkin. Mana shu videoda ko'rinayotgan barcha narsalar bilan shundoq sotuvga qo'yildi. Manzilimiz Farg'ona shahar Davr saroyi yonida 5 qavatli, ikkinchi qavatida tayyor remontli. Shuni kelasiz, kastingiz bilan kelib yashaysiz. Konditsioner mana televizorlargacha qo'yib qo'yilgan. Hamma yo'g'i yangi, hech kim yashamagan. Mana bu asosiy eshikdan kirishingizga shunaqangi uzun koridor, mana bu yerni oshxonasini ochib tashlab, betini mana studiyniy qilib ochib berishibdi. Endi xohlang bu yerga bitta razdvijniy qilib bitta eshik qo'yib olsangiz ham bo'ladi. Mana bu gazini ko'rsatib beraman, bu gazni. Gazni yonishini qarang, gazlargacha bor. Gaz, suv, svet, kanalizatsiyasidan muammosi yo'q. Mana duv konturlarni qo'yib. Xullas siz kelib yashaysiz-ku, bitta oilaga nimaga kerak bo'lsa, hamma yo'g'i tayyor. Bu mana asosiy eshikdan kirdik, 73 kvadratli. Bunisi bitta detskiy xona qilib olsangiz ham bo'ladi. Mana tashqari tomonga qaragan oynalargacha bor. Guluxo xonasi yo'q. Hamma xonasini o'zini tashqari tomonga qaragan oynalargacha. Bunisi yana bitta spalniy, o'zingiz uchun bitta spalniy qilib olasiz buni. Xo'p, yonida mana vannaxonasi, dushovoy kabinasi. Buni qarang, kattaligini qarang. Bunisi mana zal bitta. Zaliga ham hamma jihozlari bilan birga. Xo'p, narxini 46500 ga ko'ndirib qo'ydik. Xonadon egalari sal qimmatroq aytgandilar. Biz siz tomonmiz-ku, bilasiz-ku, sizga talashib tortishib, narxini 46500 ga ko'ndirib qo'ydik. Yana ozgina o'tib beradigan joy bor. Manzilimiz Farg'ona shahar Davr saroyi yonida 5 qavatli edi, ikkinchi qavatida gaz, suv, sveti muammo bo'lmaydigan joyda shu videoda ko'rinayotgan barcha mebel texnikalari bilan birga.